Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar, anesteziologlar, reanimatologlar va intensivistlar klubi tinglovchilari, hurmatli magistr, ordinator va bo'lajak shifokorlar. Sizlar bilan bugundan boshlab kritik daqiqalar ruknidagi podkastlarni taqdim etib boramiz. Bilasiz, podkastlar eng katta afzalliklari shundan iboratki, u sizdan alohida vaqt talab qilmaydi. Hammamizni ham kitob o'qish, video darsliklar ko'rish uchun vaqtimiz yetmaydi. Shunday holatlarda men podkastni mashinamizda ishga ketayotib, navbatchilikdan qaytayotib, sport zalida yoki oddiy choy damlayotib ham tinglashimiz mumkin. Mana shu tarafdan bu juda ham sizlarga foydali deb bilaman. Aynan shuning uchun ham kritik daqiqalar podkastini aynan podkast shaklida, video ko'rinishda emas, podkast shaklida tayyorlashga qaror qildim. Ushbu podkastlar o'sha anesteziologiya, reanimatologiya, bolalar anesteziologiyasi va reanimatologiyasi yo'nalishi bo'yicha toifa imtihonlariga ham qaysidir ma'noda tayyorlanishni tayyorgarlik ko'rishlaring uchun sizlarga yechim bo'la oladigan bitta instrument sifatida taqdim etilayotgan bu loyiha. Bugungi mavzumiz giperkalimiya. Sizlar bugun giperkalimiyani umuman tekshirish, davolash, guidelinlar bo'yicha o'zgarishlar, yangiliklarni bilib olasizlar. Ya'ni giperkalimiya shunday holatki, uni davolash algoritmi so'nggi 3-4 yil ichida sezilarli darajada o'zgarib boryapti. Ba'zi dorilar ro'yxatdan chiqarilgan, ba'zilari esa dozasi 2 barobar oshirilgan. Hatto o'sha biz bilgan kalsiy preparatlari, kalsiy glyukonat, kalsiy xlorni ta'sir mexanizmini haqidagi ko'p yillik tushunchamiz ham ma'lum bir qismlarda noto'g'ri ekanini ham yangi guidelinlar aytib o'tyapti. Shuning uchun bugun biz nafaqat nima qilishimiz kerak degan savolga, balki nega aynan shunday qilamiz degan savolga birgalikda javob izlaymiz. Xo'p, ketdik. Giperkalimiya nima va u qachon xavotirli? Bu eng asosiy bizni qiynayotgan savollardan bittasi. Giperkalimiya bu qonda kaliy darajasini me'yordan yuqori bo'lish. Bugungi kunda xalqaro ko'rsatmalar, xususan Buyuk Britaniyani buyrak assotsiatsiyasining 2023-yildagi klinik ko'rsatmalariga ko'ra, 3 ta darajaga bo'linadi klassifikatsiyasida. Giperkalimiya bu yengil giperkalimiya, bu 505 dan 509 millimolgacha, o'rtachasi 6 dan 6,4 millimol taqsim litrgacha va og'ir giperkalimiya qachonki 6,5 millimoldan yuqori bo'lganda. Nima uchun bu klassifikatsiya muhim? Chunki har bir daraja o'ziga xos harakat talab qiladi. Harakatlar ketma-ketligini talab qiladi. Misol 6 millimol bu shoshilinch EKG olish chegarasi. 6,5 millimol taqsim litr bu uzluksiz monitoringga ulash va shoshilinch davolashni boshlash chegarasi hisoblanadi. Kaliy asosan buyraklar orqali chiqariladigan elektrolit. Shuning uchun giperkalimiyaning eng ko'p uchraydigan sababi bu buyrak patologiyalari, buyrakni jarohatlanishi, turli xil shikastlanishlari, buyrak yetishmovchiligiga olib keladigan har qanday holat borki, aynan giperkalimiyaga sabab bo'lishi mumkin. Ammo yagona sabab bu bo'lmasligi mumkin. Ya'ni RAS tizimini bloklovchi preparatlar bor. Ya'ni APF ingibitorlari, sartanlar, spironolakton, ya'ni kaliyni ushlab qoluvchi preparatlar bular. Krash sindromi, rabdomiolis, keng hajmli nekrozlar, tanadagi gemoliz bo'lishi, o'tkir atsidoz va bundan holatlar juda ham ko'p. Undan tashqari iatrogeniya bo'lishi mumkin. Ya'ni kaliy preparatlarini oddiygina 4% kaliy xlorid eritmasini tez va katta hajmda yuborish orqali. Juda ham ko'p sabablar bor. Bu yerda birinchi muhim eslatma shundan iboratki, davolashni boshlashdan oldin o'zingizga bitta savol berishingiz kerak. Bu haqiqiy giperkalimiyami yoki psevdo giperkalimiyami? Ya'ni qon olish jarayonini o'zida ham aynan kaliy miqdorini tekshirish uchun venadan qon olib tekshirishda o'zida ham texnikalarga rioya qilmaslik giperkalimiya, ya'ni psevdo giperkalimiyani ko'rsatishi mumkin. Ya'ni qon olish jarayonida jugutni uzoq vaqt ushlab turish, bemor qo'llarini qattiq tonusda mush qilib ushlab turganida
namunada o'sha olayotganda xatolik sababli gemolizga uchrab qolishi yoki laboratoriyani laboratoriyaga yetkazib borish jarayonida kechikishlar yoki bo'lmasam boshqa texnik xatolar bo'ladigan bo'lsa, natijada sun'iy ravishda, ya'ni psevdo giperkalemiya ko'rinishi mumkin. Agar laboratoriya 7 millimol litr natija bersa-yu, bemor mutlaqo sog'lom ko'rinsa va EKGda hech qanday o'zgarish bo'lmasa, tahlilni biz takrorlashimiz kerak bo'ladi. Lekin bemor beqaror bo'lsa, nostabil bo'lsa, EKGda o'zgarishlar bo'lsa, takroriy tahlilni kutib o'tishimiz shart emas. Davolashni darhol boshlashimiz kerak bo'ladi. EKGda demak qanday o'zgarishlar bo'ladi? Biz demak asosiy har qanday shifoxonada ham topilsa bo'ladigan instrument bu EKG. Ya'ni KSH apparati kislota ishqon muvozanatini, suv, tuz, elektrolit balansini tekshiradigan analizator yo'q joyda ham EKG bor. Demak, zamonaviy ko'rsatmalar shuni aytadiki, demak kaliy darajasi 6 millimol taqsim litr va undan yuqori bo'lgan har bir statsionar bemorga shoshilinch 12 kanalli EKG olinishi shart. Kaliy 6,5 dan yuqori bo'lsa, EKGda o'zgarish bo'lsa yoki bemorning ahvoli og'ir bo'lsa, uzluksiz kardiomonitor talab qilinadi. Ya'ni o'sha patient monitor deymiz, o'sha reanimatsiya intensiv terapiya bo'limlaridagi o'zimizni monitorga demak lipuchkalar orqali EKGlar doimiy real vaqt davomida demak biz kuzatishimiz, monitor qilishimiz uchun demak EKG tizimiga ulangan bo'ladi va biz buni doimiy T tishchalar, P tishchalar, PQ intervallari, QRS komplekslariga nazar tashlaymiz. Ya'ni har bitta o'sha kardiomonitorlarni o'zida sun'iy intellekt integratsiya bo'lgan. Ularda demak PQ interval normativlari kiritilgan. PQ intervalni o'zgarishlari, QRS kompleksini o'zgarishlarida demak alarm sistemasi ishga tushib, bizga demak yo'nalish beradi. EKGdagi demak bosqichlarni yana bitta eslatib o'taman. Avval birinchi o'rinda baland, o'tkir, uchli T tishcha ko'rinadi. Keyin demak P tishchaning yassilanishi, yo'qolishi, PQ intervalni keyinchalik uzayib ketishi, so'ngra QRS kompleksining kengayishi va bradikardiya, tugunli ritm, ya'ni bo'lma ritmlariga o'tishi va eng yomoni nihoyat o'sha bo'ladigan narsalar undan keyin demak asistoliya yoki qorincha fibrillatsiyalariga o'tib ketishi mumkin. Mana shu jarayonni biz demak doimiy real vaqt davomida kardiomonitor yordamida demak tekshirib, qarab, ko'rib turishimiz kerak bo'ladi. Lekin bir muhim ogohlantirish bor. Bu demak normal EKG giperkalemiyani inkor etmaydi. Ya'ni og'ir giperkalemiyada ham EKG deyarli o'zgarmagan bo'lishi mumkin. Ma'lum bir situatsiyalarda, ayniqsa surunkali dializ oladigan bemorlarda, ya'ni ular yuqori kaliyga moslashgan bo'ladi. Shuning uchun biz raqamga ham, ya'ni o'sha KSH tahlili yoki bo'lmasam kaliy darajasini aniqlashtirgan laboratoriyaga yuborgan natijamizga ham va EKGga ham, EKGdagi o'zgarishlarga ham va bundan tashqari o'sha bemorni klinik holatiga ham birgalikda kompleks demak qarashimiz, kuzatishimiz kerak bo'ladi va shundan keyin xulosa chiqarishimiz kerak. Qanday qilib yordam ko'rsatamiz? Birinchi bosqichda biz yurakni himoya qilamiz. Bu kalsiy preparati hisobiga. Ya'ni savol tug'iladi, kritik ahvolda yuqori kaliy bilan kelgan bemorda birinchi bo'lib nima qilamiz degan. Bu albatta kalsiy. U demak u hamisha birinchi o'rinda birinchi yordam postlarida bor. Hattoki o'sha anafilaksiya uchun ishlatiladigan postlarda. Aynan mana shu kalsiyni demak preparatni, ya'ni kalsiy glyukonat bo'ladimi, kalsiy xlorid bo'ladimi, maxsus dozalarda demak yuborishimiz kerak. 110% kalsiy glyukonat bo'ladigan bo'lsa, buni 30 millilitr sekin yuboramiz. Agar o'sha 10 daqiqalar atrofida yuboramiz. Bu degani o'sha 10 millilitrlikdan 3 ta ampula ketadi. Yoki 10% kalsiy xloriddan 10 millilitr, ya'ni 5 daqiqa davomida yuboramiz. Har ikkalasi ham taxminan 6-8 millimol kalsiy beradi. Ya'ni
kalsiy bu kaliyni antagonisti. Biz nima uchun qilyapmiz? Demak, kaliyni hujayra ichiga kirib, qonda kaliy miqdorining kamayishi uchun. Bu yerda ko'pchilik o'sha yo'l qo'yadigan xato bor. O'sha bitta ampula kalsiy glyukonat bu yetadi deb o'ylashadi. Yo'q, bunday emas. O'sha yangi guideline rekomendatsiyalar bu 3 ta ampula giperkalemiyada 3 ta ampula ketishini demak tasdiqlab qo'yishgan. Qaysi birini tanlashimiz kerak? Kalsiy xloridnimi yoki glyukonatnimi? Xo'p, bu yerda demak misol kalsiy xloridni o'sha reanimatsiya va yurak to'xtashi holatlari uchun maqbul ko'rishadi guideline. U o'sha konsentrlangan, tez ta'sir qilishi sababli demak birinchi o'rinda turadi. Lekin bitta xavfli tarafi bor, ya'ni ziyon tarafi bu venalarni shikastlashi. Shuning uchun imkon qadar o'sha buni periferik emas, markaziy yoki bo'lmasam katta venoz yo'llardan yuborishga harakat qilishimiz kerak. Qolgan barcha holatlarda EKGdagi o'zgarishlar bor yo'qligi, demak o'sha bemor holatiga qarab turib, demak kalsiy glyukonatni ham ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni tanlov preparati kalsiy xlor, lekin bemorning holati aytaylik og'irlik darajasi pastroq bo'lsa, misol tomirlarni zararlamaydigan preparat bu kalsiy glyukonat. Shuning uchun kalsiy glyukonatni bunday holatlarda o'sha 30 ml yuborishimiz mumkin. Kalsiy yuborilgach, ta'sirini bevosita monitorda demak kuzatishimiz kerak. Bu yerda kengaygan QRS komplekslari asta-sekin torayishni boshlaydi. Ritm barqarorlashadi. Ammo bu ta'sir atigi taxminan yarim soatdan 1 soatgacha davom etadi. Bu davolash emas. Bu vaqtdan yutish uchun bizga beriladigan fursat. Bunda biz keyingi bosqichni kechiktirsak, yana biz kalsiyni takrorlashimizga to'g'ri keladi. Aynan mana shu demak holat ham bugungi suhbatimizni eng muhim amaliy xulosalaridan biri deb o'ylayman. O'z-o'zidan savol tug'iladi. Kalsiy aslida nima qiladi? Qanday mexanizmga ega? Barchamiz o'sha talabalikdan beri bilamiz, kalsiy miokard membranasini barqarorlashtiradi deb o'rganganmiz, bizga shunday o'rgatishgan. Lekin 2024-yilda Critical Care Medicine jurnalida yangi maqola chop etildi. O'sha Piktel va hammualliflari tomonidan olib borilgan tadqiqotda olimlar itlarni yurak preparatlarida demak qorincha devori kesmalari va ajratilgan miotitlarda optik harakatlarini potensiallarini o'lchash orqali kuzatishgan. Kaliy darajasini birinchi navbatda 8-12 millimol atrofida qonda ko'tarishgan va orqasidan kalsiy preparatlarini qo'llashgan. Natijada kutilmagan o'zgarishlarni topilmalarga duch kelishgan, ya'ni kalsiy tinch holatdagi membrana potensiyalarini tiklamagan, ya'ni membranani barqarorlashtiradi degan tushunchani yo'lga chiqargan. Ammo o'tkazuvchanlik tiklangan va EKG normallashgan. Buni asosiy sababi bu yerda kalsiy L tipidagi kanallari orqali kalsiyga bog'liq impuls tarqalishini ta'minlanishi aniqlangan. Buni isbotlash uchun ular verapamil, ya'ni kalsiy kanallari blokatorini qo'shishadi va kalsiyni butun foydali ta'sirini yo'qotishadi. Va bu aniqlanadiki, demak kalsiy bu membranani barqarorlashtirmaydi. Aynan o'sha L tipidagi kalsiy kanallari orqali kalsiyga bog'liq impulslarning tarqalanishi ta'minlanadi xolos. Bundan demak amaliyot uchun nima kelib chiqadi? Ya'ni amaliyotchi shifokorlar uchun qanday xulosalar kelib chiqadi? Birinchidan, terminologiyamizda yangilanish yuzaga keladi, tushuncha o'zgaradi. Ikkinchidan, klinik jihatdan muhimroq bo'lgan, ya'ni giperkalemiya fonida kalsiy kanallari blokatorlari ishlatilayotgan bemorlarda demak kalsiyni biz effektini sust yoki ko'rmasligimiz mumkin. Buni yana ham mexanizmini tushunib olishimiz mumkin. Bu model hozircha hayvonlarda amalga oshirilgan, lekin eslab qolishga, esda tutishga arziydigan ma'lumot deb o'ylayman. Ikkinchi bosqichda biz demak kalsiyni berdik birinchi bosqichda, ikkinchi bosqichda nima qilamiz? Kaliyni hujayra ichiga
kirishiga harakat qilamiz. Ya'ni kalsiy berganimizda EKG yaxshilanadi, ammo o'sha qondagi kaliyni o'lchaganimizda deyarli o'zgarmagan qolishi mumkin. Kaliyni kamaytirmaydi, u faqat o'sha yurakni himoya qilib beradi. Shuning uchun biz ikkinchi qadamni kaliyni hujayra ichiga haydashga harakat qilamiz. Buni eng asosiy usuli ikkita preparat: insulin va glyukoza. Bugungi yangi o'sha zamonaviy guidelinlar beradigan ma'lumotlarga ko'ra, demak 11lik 17 litsa qisqa ta'sir qiluvchi insulin, o'sha aktropid kabi insulinlarni va 25 gramm glyukozani venadan yuborishimiz kerak. Bu 25 gramm glyukoza bu degani 40% eritmadan taxminan glyukoza eritmasidan 60 millilitr degan. Bu yerda ochiq aytishim kerak, o'sha juda ham ko'p markazlarda buyrak yetishmovchiligi bo'lgan bemorlarda gipoglikemiya rivojlanishidan qo'rqib 5 единица insulin berish amaliyoti bor. Bu mantiqan asosli, ya'ni buyrak funksiyasi buzilganda insulin organizmga uzoqroq saqlanadi. Shuning uchun bu asosli, lekin xalqaro ko'rsatmalarni standart tavsiyalariga ko'ra 5 emas 11 berishimiz kerak. Past dozani teng samaradorligi haqidagi dalillar esa hozircha cheklangan. Gipoglikemiya, ya'ni qondagi glyukoza miqdorining tushib ketishi davolashning eng ko'p uchraydigan asorati. Ya'ni biz insulinni berganimizda shunaqa asorat yuzaga kelishi mumkin va u insulin berilgandan 4-6 soat keyin ham rivojlanishi mumkin. Ya'ni biz bemorga insulinni qilib yuborib bo'lganimizdan keyin ham biz bemor haqida fikrlashni kamaytirish paytimizda ham yuzaga kelib qolishi mumkin. Shuning uchun ko'rsatma aniq aytadi, agar biz insulin ishlatdikmi, qonda glyukozani 7 millimol taqsim litrdan past bo'lsa, insulindan keyin darhol 10% glyukozani soatiga 50 millilitr tezlikda 5 soat davomida yuborishimiz kerak. Va glikemiyani, ya'ni qondagi glyukoza miqdorini kamida 6 soat davomida nazorat qilib turishimiz kerak bo'ladi. Yarim soat, 1 soat, 90 minut va 120 daqiqa. Keyin esa har soatda. Bundan tashqari kaliyni hujayra ichiga kiritadigan yana bitta preparat bor. Bu salbutamol. Siz bilgan nebutamol, salbutamol, albuterol kabi preparatlar. Bular nebulizerlar orqali 10 dan 20 milligrammgacha, ya'ni bu juda ham katta degani, katta doza degani, adashmayapsiz. Bu o'sha 10 dan 20 milligrammgacha degani bu 2,5 milligramli nebulalarni o'sha flakondagi ingalyatsiya uchun nebutamol yoki bo'lmasam salbutamol preparatlarini 4-8 tasini ketma-ketlikda demak ishlatish demakdir. Amaliyotda bu preparat deyarli har doim demak yetarsiz doza beriladi. Hech kim 4 ta 8 ta bermaydi, ko'p deb o'ylaydi. Kaliyni taxminan 0,6-1 millilitrgacha tushiradi xolos. Va ta'siri taxminan 30 daqiqada boshlanadi. Muhim shart shundan iboratki, salbutamol hech qachon yakka o'zi qo'llanilmasligi kerak. Bu ko'rsatmaning eng yuqori darajadagi tavsiyalardan biri. U faqat insulin glyukoza ishlatilgandan keyin qo'shimcha sifatida. Dializ bemorlarda esa uni samaradorligi taxminan 2 barobar past. Bundan tashqari yana bitta preparat, bu siz va biz bilgan natriy bikarbonat, ya'ni soda. Bu haqda ham yangilik bor. U demak endi giperkalemiyani davolashda rutin tarzda tavsiya etilmaydi. Gipertonik bikarbonat bo'yicha o'tkazilgan tadqiqotlar samarasiz chiqib qoldi. Uni o'rni demak ikkita holat bilan cheklanyapti. Birinchisi chuqur metabolik atsidoz, ikkinchisi giperkalemik yurak to'xtashi. Demak, bu preparatlarni qo'lladik va keyingi qadam nima? Bu 3-bosqichda kaliyni organizmdan chiqarishga harakat qilish. Eng muhim savol, demak kalsiy ham, insulin ham vaqtinchalik choraligini bilib oldik. Kaliyni haqiqatdan ham tanadan chiqarishimiz kerak. Buni eng asosiy, eng zo'r, ishonchli yo'li bu gemodializ. Yagona to'liq va kafolatlangan yechim desak bo'ladi. Ko'rsatma bo'yicha surunkali dializ oluvchi bemorda kaliy miqdori 6,5 dan yuqori bo'lsa shoshilinch dializ qilinadi. Bu eng yuqori dalil darajasiga ega tavsiya hisoblanadi. Ikkinchi usul
kaliyni ichak orqali bog'lab chiqarish. Demak, birinchisi dializ bo'lsa, ikkinchisi usul, ya'ni kaliyni chiqarish usullaridan biri ichaklar orqali, absorbentlar orqali chiqarish. Aynan shu yerda eng katta o'zgarish bor, ya'ni kalsiy a, preparatlari, ya'ni a, kalsiy tutuvchi shunday preparatlar borki, ya'ni kalsiy rezonium, sorbisterid nomi bilan tanilgan preparatlar o'tkir giperkalemiyani rutin qo'llashga tavsiya etilmaydi. Ular 2023-yilda ko'rsatmalardan olib tashlangan va samaradorligi isbotlanmagan. Va bir qancha side effektlar, ya'ni nojo'ya ta'sirlari aniqlangan. Ichakni nekroziga olib kelishi mumkin va hokazolar. Shuning uchun ularni o'rniga yangi avlod absorbentlari o'zida kalsiy tutmaydi. Mana shunday natriy, sirkoniy, siklosilat kabi preparatlar jahon miqyosida ishlatiladi. Savdo nomi Lokelma. Bu haqda sizlar o'sha Google qilib ko'rishlaringiz mumkin, tarkibini, qanday ishlatishimizni. Demak, lekin bizgacha kirib kelmagan bu preparat. Kuniga 3 marta 10 grammdan 72 soatgacha berish tavsiya etilgan. Bu preparatni bizda demak keng ommalashmagani va bu preparatdan biz zo'r foyda topmasligimiz mumkin. Ya'ni ularni yuborishda misol 4 soatda kaliyni atiga 0,2 millimolgacha, 24 soatda 0,4 millimol taqsim litrgacha tushirish uchun bu ham asosiy nima deydi, dori vositasi hisoblanadi. Ya'ni bu shoshilinch chora emas, bu qo'shimcha sifatida ishlatishimiz mumkin bunday absorbentlarni. Uchinchi usul siydik orqali chiqarish. Buni juda ham keng qo'llaymiz. Bu demak, bu yerda ham aytib o'tishim kerak bo'lgan gaplar bor. Ko'p amaliyotchilar katta dozada furosemidni o'sha tezkor yechim deb biladi. Ammo zamonaviy ko'rsatmalar aynan petliviy diuretiklarni, tiazidlarni o'tkir giperkalemiyada asosiy vosita sifatida tavsiya qilmaydi. Ya'ni uni o'rniga faqat qo'shimcha chora sifatida, ya'ni oligouriya yo'q va volemik statusga qarab turib bulimiya to'liq bemorlardagina berishimiz kerak. Ya'ni bu bemorda o'zida volemik status yaxshi bo'lmasa, anuriyali bemorlarda umuman ishlatilmaydi. Shuning uchun furosemid arsenalimizda bor, lekin u dializ o'rnini bosmaydi. Alohida holat bu giperkalemik yurak to'xtashi tushunchasi bor. Ya'ni ma'lum bir darajada kaliy miqdori ko'tarilgandan keyin yurak to'xtashiga sababchi bo'ladi. Bu yerda algoritm boshqacha. Buni qanday qilib tezkor yechim topishimiz uchun biz o'sha Yevropa reanimatsiya kengashining 2025-yildagi ko'rsatmalariga ko'ra harakat qilishimiz kerak. 10% kalsiy xloriddan 10 ml venadan va 50 millimol natriy bikarbonat alohida venoz yo'llar orqali yuborilishi kerak. Ya'ni bular kalsiy hamda natriy gidrokarbonatlar bitta sistemadan yuborilishi mumkin emas, cho'kma hosil qilishi mumkin. Shuning uchun ularni bir-biri bilan cho'kma hosil qilishini oldini olib, boshqa liniyalardan yoki sistemani yuvib turib ishlatishimiz kerak. Shu bilan birga 10 birlik insulin va 25 gramm glyukoza ishlatamiz. Reanimatsiya samarasiz bo'lsa, ekstrakorporal detoksikatsiya hamda o'pka yurak reanimatsiyasi keyinchalik bajarishga to'g'ri keladigan bo'lsa, aynan shu holatda ham dializni ko'rib chiqishimiz kerak. Agar iloji bo'lsa, tezkor dializ uyushtirishimiz kerak bo'ladi. Va nihoyat sabab bilan ishlashimiz kerak. Biz giperkalemiyani sababini qidirishimiz kerak. Barqarorlashgandan keyin ham bemorni biz bo'ldi, missiyamiz amalga oshdi deyishimiz kerak emas. Sababi bu yana takrorlanishi mumkin. Barcha kaliy tutuvchi preparatlarni to'xtatishimiz kerak. RAS blokatorlarni, ya'ni APF ingibitorlari, sartanlarni, mineralokortikoidlarni, kechirasizlar. Mineralokortikoidlar antagonistlarini o'tkir kasallik davrida demak vaqtincha to'xtatishimiz kerak. Kaliy 6 va undan yuqori bo'lsa, ularni bekor qilish tavsiya etiladi. Ammo
bir narsani bilishimiz kerak, yurak patologiyalari, ya'ni yurak yetishmovchiligi bo'lgan bemorlarda yuqoridagi preparatlarni butunlay tashlab yuborish prognozni yomonlashtirishi mumkin. Davolashdan keyin kaliyni nazorat qilishimizni unutmasligimiz kerak. Birinchi davolash o'sha biz qo'llagan usullardan keyin birinchi soatda, ikkinchi soat, to'rtinchi, oltinchi va 24 soatdan keyin kaliyni nazorat qilib ko'rishimiz kerak. Insulinni ta'siri tugagandan keyin kaliy o'zgarib qolishi mumkin. Mana shu holatlarni ham inobatga olishimiz kerak. Umuman olganda, hurmatli hamkasblar, giperkalemiya bu shunday holatki, uni to'g'ri boshqara olsak, bemor bir necha soatdan keyin bemorda recovery, ya'ni tiklanish holati yuzaga kelishi mumkin. Noto'g'ri boshqaradigan bo'lsak, reanimatsiya zalida qolib ketadi. Bu nafaqat bizni harakatlarimiz, balki aynan o'sha muassasani bor mavjud bo'lgan turli xil instrumentlarga ham bog'liq. Muassasadagi KSH apparati, EKG, kaliyni o'lchab berish uchun reagentlar va hokazolar, bular demak albatta bo'lishi kerak. Biz bilib oldik, yangi demak guideline demak bitta ampula kalsiy glyukonat yetmasligi, 5 birlikdagi glyukoza, kechirasizlar, insulin yetmasligi va salbutamolni demak bitta dozada emas, bir necha demak hatto 8 tagacha nebul ishlatishimiz kerakligini manimcha bilib oldik. Hurmatli hamkasblar, agar ushbu epizod siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, keyingi podkastlarni o'tkazib yubormaslikni taklif qilaman. Keyingi sonda ko'rishguncha e'tiboringiz uchun rahmat.